Men prezidentga aytgan quyidagi gapim balki yaxshi tarjima qilinmagandir. Italiyada ham terma jamoa jahon chempionatiga yo'l olishdan avval davlat prezidenti bilan uchrashadi. Va men hayotimda bir marta jahon chempioni bo'lishga muvaffaq bo'lganman. Shu sababli 2 marta prezident bilan uchrashganman. Ya'ni jahon chempionatiga yo'l olganimizda va chempion bo'lib qaytganimizda. Ya'ni bilmadim, biz jahon chempioni bo'la olamizmi? Lekin biz mana shunday oldinga harakat qilishda davom etadigan bo'lsak, menimcha bizning prezidentimiz futbolchilarimiz uchun haqiqiy motivatsiya bo'lib bera oladi. Biz qo'limizdan kelgan barchasini qilamiz. Umid qilamanki, butun dunyodagi o'zbekistonliklar bizdan faxrlanishadi. Biz albatta borimizni beramiz va biz futbolchilarimizni qo'limizdan kelgancha tayyorlashga harakat qilamiz. Va bilasizmi, futbolda nimalar bo'lishini hech qachon oldindan bilib bo'lmaydi. Hech qachon bilib bo'lmaydi.